Hozirgi kunda ko'pchilik yashu kasalligida oldini qanday olish haqida so'rayapti. Nimaga qanday oldin chora tadbirlar ko'rmoqchiman deganlar borda. Xo'p, yashu kasalligini o'zi tiplari bor. Yevro, Aziya bor, Aziya 2 har xil turlari bor, tiplari bor. Ularga vaksinatsiyalar bor. Kimdir aytayapti, vaksinatsiya meni molimda ish bermadi, vaksinatsiya qildim, lekin bo'lmadi deyapti. Vaksinatsiya qilish tartibi o'zi o'sha hududda kasallik chiqmagan bo'lishi kerak. Vaksinatsiya qilishdan oldin yon atrofda kasallik chiqmagan bo'lishi kerak. Keyin vaksinatsiya qilingandan keyin 14 kundan 21 kunda immunitet hosil bo'ladi mollarda. Keyin vaksinatsiya qilishda mollarga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni tuklari yaltillab, immuniteti yaxshi holda bo'lib turgan bo'lishi kerak. Buning uchun sifatli ozuqa berish kerak. Keyin mana ko'pchilik yana naturalniy dermatit mana yo'qolib ketdi. Buni ham oldini olish uchun ancha samarali nimalar qilindi. Lekin ko'pchilik yana yoshlarimiz, yosh chorvadarlar, o'zim ko'rganlar ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda mendan so'rayapti. Shu yosh patsos mollarni olib, ularni katta qilish, ya'ni bahorda olyapti, kuzga borib sotyapti, yaxshi pul bo'lmayapti. Ya'ni yaxshi iqtisodiy daromad qilmayapti. Nima uchun? Chunki mol boqishni bilmagani uchun. Chunki mol 6 oydan 12-14 oygadir o'zini potensialini ko'rsatadi. Ya'ni mol o'shanda o'sish davri bor. Bizda nima qiladi? Molni kurakchi chiqsin deydi. Aslida kurakchi 18 oydan 22 oy davomida chiqadi. U mol kurakchi chiqqandan keyin unaqangi potensialni bermaydi. Ya'ni o'sishi sekinlashib bo'ladi. 6 oydan boshlab mollarning o'sishligi genetikasiga bog'liq 1 kilodan 2 kg 800. Unaqangi 2 kilodan oshiq mollar bular Angus va Shareli. O'zimizda Jaydari va gibridlashgan mollarimizda hozirgi kunda 1 kilodan 2 kilogadir ves olishi bo'lyapti mana shu yemimizda. Mana bu yemimiz mahsulotimizda 10 xil mahsulot bor. Bularda rab siroti bor, proteinda va qolgan don mahsulotlari, arpa, bug'doy, makka jo'xori va premix vitaminlar bor. Bu yerda hozirgi mana bu qilib bergan ratsionimiz bu silosga moslashgan ratsion. Keyin bedaga qilinadigan ratsionimiz bor. Bitta qo'shiladigan narsasi bor. Uni o'sha protein hosil qiladi. U bedada protein kelgani uchun unga qo'shilmaydi. Hozir hammada silos bosgani uchun silosga moslashtirib ratsion qilib berganmiz. Bu ratsionni 2-3 yildan beri o'zimiz mollarimizni sinab, mana endi ommaga nima qilib taqdimot qilyapmiz. Chunki mana ko'pchilik so'radi, ijtimoiy tarmoqda Buxoroda telefon qildi, o'sha videolarni chiqargan videoni YouTube'ga qo'yganimizni ko'rib, o'sha insonlarga biz bu yoqda turib yemmas, o'sha mahsulot komponentlar haqida ma'lumot berdik. Biz ratsionda boqishdi, yaxshi natijaga erishib, ancha telefonlarda rahmat aytishyapti. Endi shuni kimlar shu tomonlarda vodiydan bitta akamizdan mol olishgan ratsionni qilib berdik. Shu yemingizdan qaydan olsak bo'ladi, qanday topsak bo'ladi, o'zi qing degan uchun mana bugun shu yemimizni mana do'konga qo'ydik. Endi bu yerdagi mahsulot vaksinani olgan bo'lsa mollarimiz buni yegandan keyin xudo xolasa inshaalloh nima tegmaydi. Virus tegmaydi mollarga. Chunki o'zimning mollarimda misol o'tgan yili naturalniy dermatit bo'lgan paytida o'zim Toshkentda edim. Molda shunaqa holat bo'lyapti dedim, veterinarni chaqirdim. Veterinar uyga borib ko'rdi, telefon qilib so'rasam, aytayaptiki, molingda naturalniy dermatit o'tib ketgan, bildirmay. Ya'ni nima ozuqa beryapsan degan, ozuqa shunaqa. Vaksinatsiya qildirganman, shu desam, yo'q, naturalniy dermatit o'tib ketgan, yaxshi dedi. Keyin yana buni mana yashu kasalligi o'zimizda bittasiga shu nimani qilib berdik. Yonidagi devor qo'shnisida mol yashil bo'lgan, bunga o'tmadi. Xullas mana shu yerda hozir bundagi vitaminlar magniy B6 bor. Shu vitaminlar ichida bu immunitetni ko'tarib turadi, keyin choy sodasi bor, pHni ushlab turadi. Bu yerda komponentlarimiz. Keyin ko'pincha odamlar molga ozuqa berishdagi xatolar ko'p bo'ladi. Bu yemimizni 100 kiloli molimizga 1 kilo 200 hozir taklif qilamiz. Yevropa 1 kilo 200. Ya'ni bu protein bilan energiya balanslangan. Hozirgi kunda 3 kiloli molimiz, 300 kiloli molimiz bo'lsa,
3 kilo 600 beriladi. Endi silosimizni ham agar silosimizda doni ko'proq bo'ladigan bo'lsa 3 kilo berishni taklif beramiz. Shunda hozir somonli ratsion bo'ladigan bo'lsa, somonli ratsionga 3 kilo 600 4 kiloga bo'lib berishi mumkin. Keyin ko'pchilikda mol ba'zilarda tashlaganda sirasi yeb ketmasliklar bo'ldi. Ba'zi mollarda yedi. Bu tabiiy holat. Chunki odam bir joydan boshqa joyga o'tganda o'sha joyda mahsulotni kelsa, o'sha yeb ketmaydi, qandaydir yoqmaydi. Molda odamdan ko'ra stress kuchliroq bo'ladi. Buni qanday berish kerak deganiga, o'sha yerda yeb turgan ozuqasiga 20% dan qo'shib, sekin-sekin bir hafta 10 kunda butunlay bu ozuqaga o'tib ketadi. Keyin mollarimizda devorlarni yalash, keyin tuproq yalash bo'ladi. Mana shu ratsion bilan boqilgan mollarda bunaqa narsa bo'lmaydi, chunki mineral vitamin yetishmasligidan nima bo'ladi? Vitamin yetishmasligidan bo'lgandan keyin обязательно ko'pchilik veterinar chaqiradi, unga vitamin kompleks qiladi. Vitamin kompleks mol yana stressga tushadi, endi qilish kerak, to'g'ri. Lekin buni berganda veterinar chaqirishga hojat yo'q. Qachonki veterinar biror holat bo'lganda, nojo'ya harakat bo'lganda, moldaligi, oyoqda qanchalik shuni chaqirish mumkin. Lekin men xudoga shukr, veterinarni faqat vaksinaga chaqirishim mumkin. O'zim ukol qilmaganim uchun shunda o'sha ichki tashqi parazitlariga, profilaktika ishini olib borish uchun bahor bilan kuzda invermektin qilaman, keyin shunda vitamin E kompleks qilaman. Xo'p. Buzoqlarni olib kelyapti. Ko'pchilik misol buzoqni olyapti. Xullas, hozirgi kunda Rossiyadan kelyapti, Greenfood keladi, oqboshimiz Qozog'istondan 6 oy, 7 oyliklar olyapti-da. Hozir taxminan 20 milliondan oshiq olyapti, 2 kilodan oshdi. Shunda olyaptiki, unga somon kepak o'zida bor mahsulotlarni beryapti. Greenfood mollarimiz o'zi asli onasining tagida yurib, sutga to'ygan bo'ladi. Endi bittasi Greenfood'im sal o'zgarmadi dedi. Endi shu sutdan ajragan onasi erta, lekin ko'p Greenfood'larda sutga to'ygan bo'ladi. Yoki o'tkazib ketgan bo'ladi. Xullas, nima qilmoqchi? U inson o'sha molni olib kelib 2 kiloni mana shu yemni 2 kilodan boshlab bersa, mol o'sha o'sgan sari 2,5 kilo 3 kilo ko'taradi. Bunda mollarimiz ves olishi 1,5 kilodan 2 kiloga Greenfood'larda ham bo'ladi. Chunki bu natijasini o'zim Goldsteinda ham ko'rdim, boshqa jaydar mollarda ham ko'rdim. Xudo xolasa yaxshi effekt beradi. Chunki ishonmaganlar shu bitta molida olib sinab ko'rishsin, biz aytgan ratsion bilan boqishsin, xudo xolasa yaxshi natijaga erishadi.